Qishni bu ajoyib mevasiz aslo tasavvur etib bo'lmaydi, ayniqsa yangi yilni. Mandarin juda foydali sitrus meva bo'lib, immunitetni mustahkamlash, organizmdagi moddalar almashinuviga ijobiy ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. Diabetda mandarin po'chog'i qaynatmasi qondagi qand miqdorini kamaytirishi mumkin. Meva po'chog'ini suvda qaynatib, soviting va sovutgichda saqlang. Mandarinning efir moyi homilador ayollarga ijobiy ta'sir qiladi. Tarkibida C vitamini, ya'ni askorbin kislota ko'p bo'lgani bois organizmning chidamliligi va kasalliklarga qarshiligini oshiradi. Mandarindagi A provitamini ko'z, shilliq qavatlar va teriga juda foydali sanaladi. Meva tarkibidagi D vitamini organizmning kalsiy va fosforni o'zlashtirishiga yordam beradi. Mandarindagi tiamin B1 vitamini asab tizimiga ijobiy ta'sir qiladi. Meva tarkibida ko'p bo'lgan K vitamini qonning ivishiga, arteriya tomirlarida tuz to'planishining oldini olishga, D vitamini bilan birga kalsiyning singishiga yordam beradi. Mandarin po'chog'idan tayyorlangan qaynatma yo'tal, bronxlarning kasal bo'lganida foydalidir. Mandarin moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Mandarin sharbati organizmdan parazitlarni chiqarib, zamburug'dan xalos bo'lishga yordam beradi. Ammo shuncha foydali xususiyatlariga qaramay, mandarin bolalarda yoki allergiyaga moyil odamlarda allergiya chaqirishi mumkin. Shu bois hamma narsani, har qanday mahsulotni iste'mol qilishda albatta me'yor lozimligini unutmaslik kerak.